Biza отношения qilmaymiz agar Biza shunday отношениyada emas, biza hamda ikkimiz yo'q. men отношения qilmayman agar meni bo'lajak yigitim meni kiyinish stilimga gapirsa, chunki bu meni xohishim, men qanaqa xohlasam shunaqa kiyinaman. Xudo aytsa, men bilmayman. Men отношения qilmayman agar u so'zda, ya'ni boy bo'lsa, va'dalari qop bo'lsa, lekin действиеda Hozir esda 99% yigitlar shunaqa shirin. Men отношения qilmayman agar men yigitim bilan qanaqadir kafe, restoranga yoki qaysidir davlatga borsak va shotni, pulini 50-50 qilsak, bu men uchun juda ham red flag, chunki хотя бы shunaqa rasxodlarimni ko'tarish kerak meni yigitim. 50gini zam ber. 50gini ber. Men отношения qilmayman agar men bilan uni отношениямizning o'rtasiga uni uydagilari ham kirsa. Iltimos, uydagilar yoshlarning o'rtasiga aralashish kerak emas meni fikrim bo'yicha. Men отношения qilmayman agar meni bo'lajak yigitim yoki erim menga qo'l ko'tarsa, ya'ni qo'l ko'tarish chetda tursin, просто men unaqa qilsa ham men bilan sразу o'sha kunni o'zida hammasini to'xtataman, chunki hamma narsa shunaqa kichkina narsalardan qanaqa kattaroq katastrofaga aylanadi. Men отношения qilmayman agar bir haftada хотя бы 4 marta menga gul bermasa. 4 marta? Da, Хотя бы. Ну, хотя бы bir marta. Ну, хотя бы yo'q, 4 marta. Men отношения qilmayman agar meni bo'lajak yigitim meni hurmat qilmasa. Hurmatning ichiga hamma narsa kiradi. Например, shunaqa yigitlarni ko'rganman, odamlarning ichida haqoratli so'zlar bilan yaxshi ko'rgan insoniga murojaat qiladi. Yo'q, bu narsa men uchun hurmat birinchi o'rinda turadi. Men отношения qilmayman agar u menga blogingni yig'ishtir, ya'ni men yoki bloging desa, men sразу bloging deyman, потому что agar u meni yaxshi ko'rsa, u hurmat qiladi, meni ham qarorim. Хотя бы bitta narsada fikrimiz to'g'ri keldi, chunki men ham hali beri blogimni yig'ishtirish niyatim yo'q. Qizlar, bu bizani отношениядagi red flaglarimiz. Sizlarda qanaqa? Yozinglar kommentariyaga.